Assalomu alaykum, aziz muxlis. Boltiqbo'yi davlatlari ham Rossiya bilan chegarani minalashtirmoqchi. Litva, Latviya va Estoniya mudofaa vazirliklari Rossiya va Belarus bilan chegarani minalash masalasini ko'tardi. Bu haqida Litva mudofaa vaziri ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu uch respublika mudofaa vazirlari chegarani bir necha qatlamli istehkomlar bilan mustahkamlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Gap piyodalarga qarshi va tankga qarshi minalar haqida bormoqda. Manbaga ko'ra, Litva, Latviya va Estoniya Yevropa Ittifoqi bu maqsadlar uchun pul ajratishga umid qilmoqda. Ma'lumot uchun, ushbu Boltiqbo'yi davlatlari piyodalarga qarshi minalarni taqiqlovchi Ottava konferensiyasidan chiqishlarini e'lon qildi. Ular bu qarorni Rossiya va Belarusdan kelayotgan harbiy tahdidlar bilan izohladi. O'z navbatida Litva prezidenti Gitanas Nauseda o'z mamlakati Ukrainaga qo'shin yuborishga tayyorligini ma'lum qildi. Biroq boshqa koalitsiya davlatlari ham shunday qaror qabul qilish